Payg'ambarimiz umri mobaynida biror marta ovqatni yomonlamaganlar, yoqtirsalar yeganlar, yoqtirmasa qo'yib indamaganlar. Achib qopti, tuzi kam ekan, unisi bu demagan ekanlar. Xulqni qarang. Axloqni qarang. 3 kunlab kun o'tardi deydi, Rasululloh bir narsa tatimardi deyapti. Hozir biz uyimizda shunchalik noshukr bo'lib ketdikki, 2 kun qozonga go'sht tashlanmasin sho'rva bilan. Nolishni boshlaymiz. Yuragimiz siqiladi. Hech narsamiz yo'q, ishlash kerak degan narsa tushadi. Ovqatimiz yoqmay qolgan paytda yo uyimizda bir yo'qchilik bo'lgan paytda Rasululloh xonadoniga nazar solaylik. Hazrat Umar bir kun uyga kirib keldi. Uyida yegulik narsa so'radi, hech narsa chiqmadi, o'tirib yig'ladi. Shunda ayoli Zaynab so'radi. Bir rivoyatda Otika. "Ey Umar, uyda hech narsa qolmaganligidan nolib yig'layapsizmi?" deganlarida, "Yo'q" deydi. "Xursandchilikdan yig'layapman" dedi. Nima xursandchilik bunda bor desa, endi uyim Rasulullohning uyiga o'xshabdi degan ekan. Rasulullohning uyida kirganlarida yegulik narsa topmardi. Bu ayolidan so'rar, yo'q, u ayoldan so'rar, yo'q, u xonadon aylanib yegulik topmaganida ertaman tong saharda men nafl ro'zaga niyat qildim deb ro'za tutib olardi ekan. Ro'zani ba'zida tutganligi uyida hech narsa yo'qligidan tutardi.